Ushbu loyiha aloqa va hamkorligida Jizzax viloyati Zardo'l tumani Andijon muhitida 1756-kontida amalga oshirilmoqda. Bu yerda poliz ekilgan, jami maydon 7 gektar. Bu yerdagi ekinlarning zamonaviy usullar bilan parvarish qilish hozirgi kunda unib chiqish holatida, yetishtirilish jarayoni 90 kun mobaynida bo'ladi. Yetiştirish jarayonida tabiiy va generativ o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyiha 7 ta dehqon xo'jalikka biriktirilgan. Har bir dehqon xo'jalik 1 gektar maydonni egallagan. Loyihani samarali olib borish uchun Lidi tadbirkor O'radali ota bog'i fermer xo'jaligi biriktirilgan. Ushbu loyihada har bir gektardan 35 tonna, jami 7 gektar maydondan 245 tonna hosil olish rejalashtirilgan.